عاد حبيبي بالأنس وأهدى الكون هدى نفح للطيب قد شم القلب فطار شدا رمضان طبيبي. Ramazon rahmat va saxovat oyidir. Bu muborak oyda ro'zadorni iftor qildirish eng ulug' savoblardan sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim bir ro'zadorni iftor qildirsa, unga ro'zadorning ajricha savob beriladi. Bugun G'azo ahli ana shunday muborak oy kunlarini og'ir sharoitlarda o'tkazmoqda. Urush va qiyinchiliklar sabab ko'plab oilalar hayotning mashaqqatlari bilan kurashmoqda. Shunga qaramay bu yerda odamlar Ramazon barakasidan umid qilib, sabr bilan roza tutmoqda. Shu muborak kunlarda G'azo shahridagi tarixiy Umariy masjidi hovlisida jamoaviy iftor tashkil qildik. Umariy masjidi G'azoning eng qadimiy masjidlaridan biri bo'lib, uning tarixi qariyb 1400 yilga borib taqaladi. Dastlab bu bino Vizantiya davrida cherkov bo'lgan. 7-asrda musulmonlar Falastinni fath qilgach, bu joy masjidga aylantirilib, Hazrati Umar ibn Xattob nomi bilan Umariy masjidi deb atalgan. So'nggi yillardagi bosqinlar davomida bu tarixiy masjid ham katta zarar ko'rdi. Biroq uning ayrim qismlari qayta tiklanib, odamlar yana ibodat qilish uchun yig'iladigan joyga aylantirilmoqda. Bugun esa ana shu masjid hovlisida yuzlab ro'zadorlar bir dasturxon atrofida iftor qildilar. Qiyinchiliklarga qaramay bu yerda Ramazon ruhi, birlik va sabr mujassam bo'ldi. Alloh taolo bu muborak oyda qilgan barcha yaxshiliklarni qabul qilsin va G'azo ahliga tinchlik hamda yengillik nasib etsin. رزق العمر يسطر فيك وفتوح الأعلام. وتعاد حبيبي بالأنس وأهدى الكون هدى نفح للطيب قد شم القلب فطار شدا رمضان طبيب.